120-etajga chiqqaningni ha deb gapiraverasanmi, gapiraverib charchamadingmi deb o'ylashinglar mumkin. Yo'q. Men bu haqida gapirishga majburman, chunki 280 ming so'm to'lab shu yerga chiqqanman. TikTok bilan YouTube menga prosmotrga pul to'laydi. Shuni pulini men chiqarib olishim kerak. Balandlikdan qo'rqasiz, lekin shu qo'rquvni yengib o'tmoqchi bo'lsanglar, baland joyga chiqqaningizda yerga umuman qaramanglar. Faqat tepaga qarab, osmonga qarab yuringlar. Shunda balandlikka chiqqaningizda umuman sezmaysiz va umuman qo'rqmas ekansiz. Shu videoni qo'yganimdan keyin ba'zi insonlar nara bu qayerda, qayda joylashgan deb so'rashdi. Bu Koreyaning Seul shahridagi Lotte Tower'ning 120-etajida joylashgan. Agar metroda keladigan bo'lsanglar, Jamshil stansiyasida tushib qolsanglar bo'ladi. Lekin bu joyga kelishinglarni tavsiya qilmayman, chunki juda ham zerikarli joy ekan. Agar balandlikdan Seulni tomosha qilmoqchi bo'lsanglar, undan ko'ra vertolyotga chiqqaninglar ma'qul. Keyingi videolarimda vertolyotga qayerdan va qanchaga chiqish mumkinligi haqida ma'lumot beraman. Shunaqa zerikarli video bo'lsa ham oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Lekin rostdan ham 120-etajga chiqqaningizni miyangiz bilib qolsa, oyog'ingiz qaltirashni boshlar ekan.